Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallarning ichida tavhiddan keyingisi namozdir, birodarlar. Biz o'tgan darslarimizda namoz haqida alohida dars qilib o'tgan bo'ldik. Namozning tark qilishligini katta gunoh ekanligi haqida ba'zi bir so'zlarni aytib o'tdik. Hozir ham shunga bir ilova qilmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo namozni tark qilganlarni qattiq gunohkor ekanligini, balki ba'zi hadislarda namozni qasddan tark qilgan kishini kufriga hukm qilinganligi sarih hadislarda bor. Alloh subhanahu va taolo namozlardan beparvo bo'lgan kishilarga vayl e'lon qildi. Favaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarga vayl bo'lsin dedilar. Hadislarning zohiri shuki, vaylun huwa vadin fi jahannam law suyirat fihi jibalud dunya ladabat min shiddati harrihi. Vayl jahannamdagi bir vodiyki, agar tog'larni shu yerga qo'yilsa, erib ketadi issig'ining qattig'idan dedilar. Jannat ahllari jahannamdagi turgan kishilardan savol qilishadi. Sizlarni bu jahannamga nima tushirdi dedi. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin fi jannat yatasaaluna anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Sizlarni jahannamga nima tushirdi deb jannat ahli so'raydi. Birinchi javobi qalu lam naku minal musallin. Namoz o'quvchilardan bo'lmabdi dedi. Demak, namoz o'qimaslik saqar, jahannamga tushishlikning birinchi sababidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, Imom Buxoriyning rivoyatlarida keltirilgan, tush ko'rdilar. Odat sharifalari so'radilarki, bugun kim tush ko'rdi dedilar. Hech kim tush ko'rdik demadilar. O'zlari tush ko'rganliklarini bayon qildilar va bu tushlarda bir necha voqealar bo'lganlarini aytib o'tdilar-da, bayon qilgan tushlardagi xabarni ichida meni olib ketishayotgan vaqtda bir chalqancha yotgan odamni ko'rdim dedilar. Ikkinchisi, uning boshida harsang tosh bilan turibdi. Boshiga turaman degan vaqtida harsang tosh bilan uryapti. Bu boshini yoriyapti-da, tosh yumalab ketyapti. Toshni yumalab ketgan toshni olib kelguncha boshi yana tuzalib bitib qolyapti-da, keyin yana bu ishni takror qilyapti. Shuni sababi kim deb so'raganlarda, ammar rajulul avval alladhi atayta alayhi yaslaghu ra'sahu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-Qur'ana fayarfubuhu va yanamu 'anis salatil maktubah dedilar. Ammo shu boshi yorilayotgan odam Qur'ondan biror sura o'rganib, shuni hech o'qimay tashlab yuborgan odam va farz namozdan uxlagan odam dedilar. Biz bu haqda namozni tark qilishlik haqida ko'p narsani aytib bergan edim. Imom Zahabiyning o'zlarining kaboir kitoblarida keltirgan narsa har birimizga ibrat bo'lishi kerak. Imom Zahabiy o'zlarining kaboir kitoblarida aytib bergan odamlar tarafidan eshitgan voqeani yozadilar. Bir kishining bir singlisi vafot qilganligi, singlisini dafn qilishlik uchun borishadi. Shunda dafn qiluvchi qabrga olib kirgan akasi dafn marosimida o'zining bir katmoni ichida qiymatbaho narsasi bo'lgan bir katmonni tushib qolganligini Imom Zahabiy o'zlari hikoya qilib bergan odamdan eshitib kaboir kitoblarda keltiryaptilar. Katmoni qabrda qoladi. Shunda keyin qabrni bekitishib ketgandan keyin bu katmonning tushib qolganligini bilib qabrni ochib, shu katmonni olmoqchi bo'lganda qabrda alangalanib turgan o'tni ko'radi. O'tning kuchidan shu turpoqni qaytib tortib, u olmoqchi bo'lgan katmoni ham esdan chiqadi va uyga yig'lab onasining oldiga keladi. Faqala laha ya umma akhbirini an ukhti madha kanat ta'malu wa akhbaraha bil qissa fabakat wa qalat ya waladi kanat ukhtuka
tatahawanu bis-salati va tu'akhkhiruha an vaqtiha. Ey ona, meni singlim nima ishlar qilardi? Hayotda nima ish qilib yurardi? deb ko'rgan voqeani aytadi. Ona ham yig'laydi. Shunda, ey farzandim, seni singling namozga beparvo edi. Namozni vaqtidan ta'xir qilardi dedi. Imom Zahabiy o'zlarining Kaboir kitoblarida shuni keltiryaptilar. Namozni ta'xir qilganning holi shu bo'lsa, birodarlar. Namozni tark qilib yurgan bizlarning singillarimiz, bizlarning opalarimiz, bizlarning mana shu hayotda yurgan islomdagi singil opalarimizning holi nima bo'ladi? Mana bu narsa haqida biz shularni bir namozga taklif qilib qo'ymoqligimiz kerak. Agar bizda mehribonlik bo'ladigan bo'lsa, bu namoz Alloh subhanahu va taolo tavhiddan keyingi buyurgan eng katta amaldir. Mana bu narsani tark qilishlik, balki ta'xir qilishlik mana bu oqibatga olib keladi. O'zimizning farzandlarimiz, qizlarimizni ham biz mana shu mehribonlikni hech bir hayotimizda qilyapmizmi? Mana bu haqda ham bir o'ylab qo'yishimiz kerak. Agar biz namozga bir marta chaqirmagan bo'lsak, biz mehribon emasmiz, birodarlar. Lekin to'g'ri, bizning so'zimiz bilangina ular namoz o'qiydigan bo'lganda juda ko'p odamlar namoz o'qib ketgan bo'lardi. Lekin baribir biz ma'murmizki ularga namozni tark qilishlik gunoh kabiralardan va birinchidan hali mahsharga bormasdan, hali jahannamga bormasdan qabrda azobi boshlanadigan ish qilayotganligini eslatmoqligimiz kerak. Ad-dinu an-nasihatu, din xolis gapirishlikdir. Mana bu narsani bir eslatib qo'ymoqligimiz kerak. Hozirgi vaqtda uylardagi amallar, birodarlar, namoz asosiga qurilgan emas. Ovqatlar namoz vaqtida pishadi. Go'yoki bizni uyimizda musulmon degan oilalarni aytyapmiz biz. O'zini musulmon va muslima degan oila a'zolari qilayotgan amallari hammasi namoz o'qimaydigan odamlarning xonadonidan farqi yo'q. Butun ovqatlar namoz vaqtida. Azon aytilishlik namozga bo'lsa, eshiklarda qozon tushadi yo qozonga yog' solinadi. Azon aytilishi bilan. Mana bu narsalar, birodarlar, hammamizga islomdan boshqa falsafalarning ta'siri kirib ketganligidir. Bizning hayotimiz hammasi o'zimiz tavhid asosida hayotimizga kirib olganimizdan keyin birinchi namoz asosida bo'lmoqligi kerak. Avvalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah. Birinchi qiyomat kuni so'raladigan, hisob qilinadigan, bandadan hisob qilinadigan amal namozdir. Fa in saluhat saluhal sa'iru amali. Agar namoz o'nglansa, hamma amali o'nglanib ketadi. Va in fasadat fasada sa'iru amalihi. Agar namoz buzilsa, boshqa amallari ham buziladi. Imtihonda o'zi asosiy bitta savol bo'ladi, boshqa dunyo imtihonlarida ham. Shu asosiy savolga imtihon markazlashadi. Shu savoldan muvaffaqiyatli o'tishlik bilan insonni boshqa kamchiliklari kechirib yuboriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan. Kim namozni muhofaza qilsa, namoz unga nur va mo'minligiga hujjat bo'ladi. Va najatan yawmal qiyamah, qiyomat kuni najot bo'ladi. Va man lam yuhafiz alayha, namozni muhofaza qilmasa, lam takul lahu nuran va la burhanan va la najatan yawmal qiyamah. Birodarlar, namozni o'qimay qo'ysa deyilgan so'z ketayotgani yo'q, namoz o'qimaganning holiga voy. Ammo namozni muhofaza qilmagan odam, unga bu namoz nur ham bo'lmaydi, mo'minligiga hujjat ham bo'lmaydi va qiyomat kuni najot ham bo'lmaydi. Va kana yawmal qiyamati ma'a fir'auna va qaruna va hamana va ubay ibn khalaf. Bu qiyomat kuni Fir'aun, Qorun, Haman, Ubay ibn Khalaf bilan birga bo'ladi. Buni ba'zi hadis ilmidagi muhaddis ulamolar sharh qilishgan ekanlar. Agar bir odamning podshohligi mas qilib namozni tark qilgan bo'lsa, Fir'aun bilan bo'ladi. Qorun boyligi
uni o'zini ovora qilib qo'ygan bo'lsa, namozdan beparvo qilgan bo'lsa Qorun bilan, martabalari uni namozdan beparvo qilgan bo'lsa Homon bilan bo'ladi. Tijoratlari, kasblari namozni buzishlikka sabab bo'lgan bo'lsa, Ubay ibn Xalab bilan bo'ladi degan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu hadislarni Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida rivoyat qilganlar. Shuning uchun din nasihat birodarlar, mana shu nasihatni har bittamiz o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlarga yetkazmoqligimiz kerak. Xolasin ular qabul qilsin, Alloh subhanahu va taoloning qiyomat kunida shu namoz o'qib, namoz ularga najot bo'lsin, xolasin buni qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Shuning uchun har birimiz bu narsani, bu nasihatni yetkazmoqligimiz kerak.